Xo'p, hozir mana haftalik naqd 2 soat davom etgan planyorkani tugatdim. O'sha to'plar bilan bo'ladi bu. Ular o'sha o'zini bo'lmaga kirib, sotuv bo'limi bo'lsa, robotsi sotuv bo'limi bilan, servis bo'lsa, o'sha servis bo'limi bilan gaplashib, o'sha o'tgan haftani razbor qiladi, nima bo'ldi, qo'yilgan plan natijasi, fakt, yangi haftaga plan qo'yadi. Xo'p, bu o'sha tashqaridan qaraganda xuddi vaqt yo'qotishga o'xshaydi. 2 soatda misol uchun qancha ish qilish mumkin deb. Boyagi qaysidir bir mashhur insonning gapi bor edi-yu, agar menga 2 soat vaqt berilsa, o'sha bitta daraxt, uni arralash kerak. Men o'sha 1 soatini o'sha arrani chaqlashga, ya'ni o'tkirlashga ketkazaman deydi-yu. O'sha misol bo'la oladi bunga, ya'ni o'sha oy boshida oylik planyorka qilish, tam yarim kun ketkazib, haftada o'sha 2-3 soat vaqt ajratib haftalik planyorka qilish yoki kun bo'lsa o'sha kunning boshida yarim soat vaqt ketkazib o'sha planyorka qilish, o'sha planlashtirish va o'tgan ishlarni tahlil qilish, bu xuddi o'sha arrani o'tkirlaganday tam ish. Ya'ni juda ham samarali, juda ham kerak, must-have bo'lgan jarayon bu. Siz ham o'sha oylik, haftalik yoki kunlik o'zingizga, o'sha jamoa bo'lsa jamoangizga, o'zingiz bo'lsa o'sha shaxsiy plan qo'yasizmi? Qani bo'lishingchi pastda.